Assalomu alaykum chorvador akalarimiz. Sizlarga yana bitta zo'r bir foydali maslahatni aytib o'tmoqchiman. Xunajinlarimizni qachon, qanaqa paytda, qanaqa holatda uchitishga chiqarishimiz kerak. Biz bularni uchitishga chiqarishimiz kerak 12 oydan 15 oygacha bo'lishi kerak. U paytda bularni bo'y vazni, uzunligi hisobga olinadi va asosiysi kilogrammi hisobga olinadi. Kilogrammi 350-380 kilogramm atrofida vazn yig'ishi kerak. Bo'yga keladigan bo'lsak, bo'y uzunligi o'rtacha 140-160 metrni tashkil qilish kerak. Bo'yniga nisbatan balandligi 115 metr, 125 metrni tashkil qilishi kerak. Va ana shu holatda bizni xunachimiz jinsiy voyaga yetgan va keyinchalik sigirlik paytida mahsulotni siz xohlaganda berishni ta'minlab beradi.